Abdulhamid Podshoh qabri. Ha, bu o'sha sistema, ya'ni anti-vibrator. Yo'lning bu yuzida ham bor, qabr tomonida ham bor. O'tgan safar aytganimizdek, o'sha to'g'ri tramvay kelyapti. Tramvay shovqin qilmasdan o'tishligi uchun tashalgan texnologiya. Madina-i Munavvaraga 20 kilometr qolganda ishchilar asboblarini namat bilan o'rab oladilar. Bu nima uchun hukmdorim? Chunki bu yerda olamlar sarvari Afandimiz dafn etilganlar. Chiqadigan ovozlar bu muborak joyni bezovta qilmasin. Sen sevgili Peygamberimiz bezovta bo'lmasligini o'ylagan Sulton Abdulhamid bandangi ko'ngliga qilsan